Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-darsimizni o'tamiz. 7-darsimizda to, jim va xo harflarini o'rganamiz. Demak, darsni boshladik. Bugun o'rganadigan birinchi harfimiz bu to harfi. To harfi arab alifbosining 16-harfi hisoblanadi va alohida shakli mana shunday ko'rinishda bo'ladi. So'z boshida kelganda o'zidan keyingi harfga qo'l beradi, so'z o'rtasida ikkala tarafga ham qo'l beradi va so'z oxirida o'zidan oldingi harfga qo'l beradi. Demak, to harfi ikkala tarafga ham qo'l beradigan harf hisoblanadi. Talaffuziga kelsak, bu harf til uchi va yuqori old tishlarning tubidan chiqadi. Ya'ni oddiy taga o'xshamaydi-da, biroz yo'g'onroq talaffuz qilinadi va undan tashqari buni nomidan ham bilishingiz mumkinki, bu yo'g'on harf, ya'ni nomida o harfi bor. Demak, ustida fatha kelganda ta deb emas, to deb o'qiymiz. Va yo'g'onlik nafaqat fathada, balki zamma va kasra kelganda ham bilinadi. Ya'ni, masalan, ustida zamma kelganda oddiy t'ga o'xshatib tu demasdan tu deymiz. Kasra kelganda esa ti deymiz. Rus tilidagi i harfiga o'xshatib ti deb aytiladi. Yozilishini yozib ko'rsatib beraman. Demak, to harfi bu alohida shakli. Bu so'z boshidagi holati. Bu so'z o'rtasidagi holati. Ikkala tarafga ham qo'l beradi va bu so'z oxiridagi holati. Demak, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Uchtasini qo'shib yozadigan bo'lsak, mana shunday bo'ladi. Bu yoqda oxirida kelgani ham qo'l berayotganga o'xshab qolgan, aslida unaqa emas. Bu shaklni o'zi ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun shunday yoziladi. Aslida qo'l bermayapti, chunki bu so'zni oxirida kelib turibdi o'zi. Xo'p, endi to harfiga doir yangi so'zlar bilan tanishamiz. Demak, faqat so'zi arab tilida faqat bo'lar ekan. Demak, bu arab tilidan kirgan so'z hisoblanar ekan. Faqat, faqoti, pok, tuhru, yomg'ir, matoru, vatan, vatonu, go'dak, tiflu, qidirish, talabu. Yana bir marta qayta o'qib beraman. Faqat, faqat, pok, tuhru, yomg'ir, matoru, vatan, vatonu, go'dak, tiflu, qidirish, talabu. Endi qo'shimcha o'qish uchun so'zlarni o'qiymiz. Tol, toy, shat, bat, qot, faqat, vaton, talabi, torof, tuhru, tiflu, mator, matlabi, masqati, mavtin, marbiti, istobaro. Bu yoqda menda texnik xatolik ketgan. Ro harfi tepaga chiqib qolgan. Sizlarda ham shunaqa bo'lsa, pastga tushirib, ustiga fatha qo'yib yozib qo'yasizlar. Istobaro, yastobiru, istavtona, yastavtinu, yastavtinu. Endi bu yoqda esa oddiy ta bilan solishtirilgan. Tarof, torof, sabatu, sabitu, mustatir, mustatir. Demak, boya aytganimdek, yo'g'on harfning yo'g'onligi faqatgina fatha bilan emas, kasra va zamma bilan kelganda ham sezilar ekan. Masalan, sabatu, sabatu, mustatir, mustatir deyapmiz. Yaqqol sezilib turadi oddiy ta bilan farqi. Yana bir marta o'qib beraman. Tol, toy, shati, bati, qoti, faqat, vaton, talabi, torof, tuhru, tiflu, mator, matlabi, masqoti,
موطن مربط استبر يستبر استوطن يستوطن طرف طرف سبت سبط مستتر مستطر. Xo'p, to harfimiz tugadi. Endi keyingi harfimizga o'tamiz. Bugun o'tadigan ikkinchi harfimiz bu jim harfi. Xo'p. Jim harfi arab alifbosidagi 5-harf hisoblanadi va alohida shakli mana shunday ko'rinishda bo'ladi. So'z boshida kelganda o'zidan keyingi harfga qo'l beradi. So'z o'rtasida kelsa ikkala tarafga ham qo'l beradi va so'z oxirida kelganda o'zidan oldingi harfga qo'l beradi. Bu yoqda so'z boshi va o'rtasida e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu tumi tushib qoladi va oxirida bo'lganda yana yoziladi. Va alohida shaklida mana bu nuqtachasi qorinchasida bo'ladi va so'z boshi va so'z o'rtasida bu nuqtacha pastiga tushadi. So'z oxirida yana o'rtasiga qaytib keladi. Yozilishi unchalik qiyin emas. Xo'p, talaffuziga kelsak, bu harf til o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglaydan chiqadi. Ya'ni oddiygina J harfi. Oddiy o'zbek tilidagi J'dek talaffuz qilasiz. Endi yozilishini ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bu alohida shakli. Alohida shakli va so'z oxirida 2-3 katakkacha pastga tushishi mumkin. So'z bosh va o'rtasida bitta katakka yoziladi. Bu so'z boshidagi holati. Mana bunday qilib, bunday tekis ketadi. Osongina. So'z o'rtasidagi holati mana bunaqa. Ikkala tarafga ham qo'l beradi. Va so'z oxirida mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Chalasini qo'shib yozadigan bo'lsak, mana shunday bo'ladi. Demak, buni ham yozilishi juda ham oson. Xo'p, endi esa jim harfiga doir yangi so'zlar bilan tanishamiz. Demak, ketdik. Tog' so'zi arab tilida jabalu, tuya jamalu, ajar savob ajiru, tong bomdod fajiru, javhar javharu. Tashib keltirdi u o'g'il bola, bitta o'g'il bolaga nisbatan o'tgan zamon fe'l shakli. Istajlaba. Yana bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Jim harfi qalqala harf hisoblanadi. O'zi bizda qalqala harflar nechta edi? 5 ta qalqala harf bor edi. Qof, to, ba, jim va dal harflari edi. Demak, jim shulardan bittasi hisoblanar ekan. Ya'ni ustida sukun kelsa, buni tebratib o'qiysizlar. Agar tebratib o'qimasa, o'zi tebratib o'qishdan maqsad boshqa tovushga, ya'ni chga o'xshab qolmasligi. Agar buni tebratmasdan o'qiydigan bo'lsangiz, sukun bilan kelganda chga o'xshab qolishi mumkin. Ba'zi harflarda esa borligi bilinmay qolishi mumkin. O'shaning uchun ham ko'pchilik harflar shunaqa qalqala tebratib o'qiladi. Masalan, dal harfida tga o'xshab qolmasligi uchun yoki ba'zi holatlarda eshitilmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham tebratib o'qiladi. To'da oddiy taga o'xshab qolmasligi uchun, ba harfi esa p harfiga o'xshab qolmasligi uchun, tovush p tovushiga o'xshab qolmasligi uchun tebratib o'qiladi. Demak, arab tilida har bitta harf o'ziga yarasha tovushga ega va ularni biz to'g'rilab aytishimiz kerak. Endi jim harfiga oid qo'shimcha o'qishli so'zlarni o'qiymiz. Ketdik. Jam, jar, jin, jabi, jul, jabal, jamal,
ajaru, fajaru, javhar, javroba, tajavroba. Bu yoqda ta harfi birinchi o'qiladi, keyin jim harfi o'qiladi, chunki ta birinchi kelyapti. Bu yoqdagi fatha taga tegishli, ikkinchida kelayotgan fatha jimga tegishli. Yatajawrobu, istajlaba, yastajlibu. Yana bir marta o'qiyman. Jam, jar, jin, jaba, jul, jabal, jamal, ajaru, fajaru, javhar, javroba, tajavroba, yatajavrobu, istajlaba, yastajlibu. Demak, jim harfimiz ancha oson ekan, qo'shimcha o'qish so'zlari ham kamgina ekan. Endi 3-harfimizga o'tsak ham bo'ladi. 3-harfimiz ham ko'rib turganingizdek ko'rinish jihatdan jim harfiga o'xshash ekan. Xo'p, bizda 3-harfimiz bu xo harfi. Xo harfi arab alifbosidagi 7-harf hisoblanadi va nomidan ko'rib turganingizdek u yo'g'on harf hisoblanadi. Ustida fatha kelsa ha deb emas, xo deb o'qiysiz. Demak, yozilishi jim bilan bir xil, alohida shakli mana shunday ko'rinishda. So'z boshida o'zidan keyingi harfga qo'l beradi, so'z o'rtasida ikkala tarafga ham qo'l beradi va so'z oxirida o'zidan oldingi harfga qo'l beradi va so'z boshida va o'rtasida xuddi jimdagidek mana bu dumchasi yo'q bo'ladi va so'z oxirida yana bor bo'ladi. Jimdan bitta farqi, yagona farqi buni nuqtasi tepasida bo'ladi. Jimda esa qornida edi. Xo'p, talaffuziga kelsak, bu harf halqumning yuqorisi og'izga ulangan joydan chiqadi. Ya'ni x, oddiygina qattiq x, o'zbek tilidagi qattiq x. X desangiz mana shu xo harfi bo'ladi. Talaffuzda ham xo deb aytiladi. Ho yoki ho bo'lmaydi. Yo'g'on x. Talaffuzini to'g'ri aytishingizni so'ragan bo'lardim, chunki talaffuzini noto'g'ri aytsangiz, bittagina harfning talaffuzi ham butun bir so'zni o'zgartirib yuborishi mumkin. Jimga o'xshash bo'lsa ham yozilishini ko'rsatib o'taman. Bu alohida shakli. Bu so'z boshida. So'z o'rtasida. Va so'z oxirida. Va uchalasini qo'shib yozadigan bo'lsak, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, yozilishni ham o'rganib oldik. Endi yangi so'zlar bilan tanishamiz. Demak, chiqim so'zi arab tilida xorju, xabar, xobaru, xabar arabcha so'z ekan. O'tin, xoshabu, yaxshi, xoyru, xoyru. Bu so'z ham o'zbek tiliga kirib kelgan. Qo'rquv, xofu, bu ham kirib kelgan. Muxbir, xabar beruvchi, muxbiru. Bu ham o'zbek tiliga kirib kelgan. Xo'p, bizga arab tilini o'rganishning bitta oson tarafi, arab tilidan o'zbek tiliga juda ham ko'p so'z kirib kelgan. Shuning uchun o'rganishimiz ancha oson bo'ladi lug'atlarni yodlash. Lekin grammatikasi o'xshash emas. Shu grammatikasi o'xshash emasligi biroz qiyinlik qilishi mumkin, lekin ko'proq lug'at yodlab, tilni tezroq o'rganish mumkin. Demak, yana bir marta o'qib beraman. Chiqim, xorju, xabar, xobaru, o'tin, xoshabu, yaxshi, xoyru, qo'rquv, xavfu, muxbir, xabar beruvchi, muxbiru. So'zlarni yod olasiz. Endi qo'shimcha o'qish so'zlarni birga o'qiymiz. Xoba, xol, xoroj,
xabar, xoshab, xolaf, xoyru, xotmu, xomru, xovfu, maxroji, muxbir, ixroja, yuxriju, ixbaro, yuxbiru, istaxbaro, yastaxbiru, istaxroja, yastaxriju. Yana bir marta o'qiyman. Xobi, xol, xoroj, xobar, xoshab, xolaf, xoyru, xotmu, xomru, xovfu, maxroji, muxbir, ixroja, yuxriju, ixbaro, yuxbiru, istaxbaro, yastaxbiru, istaxroja, yastaxriju. Demak, qo'shimcha o'qish uchun so'zlarimiz shular edi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Sizlarga uyga vazifa har bitta harf uchun berilgan qo'shimcha o'qish so'zlarini kamida 5-10 marta o'qiysiz. Yangi so'zlarni yod olasiz va albatta husnixat yozasiz. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.